Kuni kecha prezident Donald Tramp NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuvdan keyin esa Tramp o'zining Truth Social platformasida NATOni Eronga qarshi AQSh Isroil urushiga qo'shilishdan bosh tortgani uchun qattiq tanqid qilib shunday degan: NATO bizga kerak bo'lgan vaqtda yordam bermagan va agar bizga yana bir kun kerak bo'lib qolishsa ham yordam berishmaydi. Grenlandiyani o'sha katta, yomon boshqarilayotgan katta muz bo'lagini unutmang degan u. Tramp bir necha bor NATO a'zosi bo'lgan Daniyadan Grenlandiyani tortib olish bilan tahdid qilgan va bu Yevropa ittifoqchilari orasida xavotir uyg'otgandi. NATO kotibi ham uchrashuvdan keyin CNN kanaliga intervyu bergan hamda Yevropa davlatlarining aksariyati NATO bo'yicha majburiyatlarini bajarganini, ba'zi Yevropa davlatlarining urushni qo'llamagani va shu asosda AQShga yordam bermaganini hamda ayni shu sababli prezident Trampning ranjishi, hafsalasi pir bo'lganini tushunishini aytgan. NATO kotibi Mark Rutte jurnalistning Eronga qarshi urushi noqonuniymi degan savolga yo'q deb javob bergan va Eronning Yevropaga tahdid bo'lishi mumkinligini qo'shib ketgan. AQShning Eronga qarshi urushi dunyoni xavfsizroq qiladimi degan savolga albatta deb javob bergan. Eronning yadro quroliga ega chiqishining oldini olishni zarurat deb baholagan. Undan tashqari kotib Tramp bilan muloqot ochiq va samimiy o'tganini ham bildirib ketgan. Uchrashuvdan keyin Oq uy so'zchisi Caroline Levitt jurnalistlar tomonidan AQSh NATOdan chiqadimi degan savolga NATO amerikaliklardan oxirgi 6 hafta mobaynida Eronga qarshi urushda yuz o'girdi. Vaholanki Yevropa mudofaa xarajatlari amerikalik soliq to'lovchilar yordamida amalga oshiriladi degan. Trampning uchrashuvdan keyingi e'lon qilgan fikrlari uchrashuv yaxshi o'tmaganini bildiradi. NATOdan chiqish Amerika manfaatlari uchun zarar ekani aniq. Ammo Trampning kayfiyatga ko'ra ish qilishi ortidan AQShning NATOdan chiqishini ham ko'rishimiz mumkin yaqin kelajakda. Shunday bo'lgan taqdirda ham bu uzoqqa cho'zilmasligi va keyingi prezident ittifoqqa qaytish ehtimoli yuqori bo'lib qolaveradi.